Assalomu alaykum qarindoshlar. Uyg'urman naq maydonga kelganlar qarshi olaman. Ovozim yaxshi chiqyapti-da. Kirgan qarindoshlar o'zi gap qo'ysanglar, yana burunqidek hamishlarni bir tanishib bundan keyin so'zga boshlab ketsam. Sizlarga yetkazadigan xo'sh xabar. Bir necha xo'sh xabarlar bor amaliyotda. Yeni kirgan qarindoshlar bir gap qo'ysanglar, undan keyin mana sinoqdan o'tgandan keyin boshlab ketaman. Ovozim yaxshi chiqyapti-da. Ovozim Sevengrad. Haqiqatan yaxshimi adash? İşlatamsa ya. Aqığı bir müzik, muqamni birini qo'yib qo'yaymi? Uyg'urman tarafidan ijod qilingan xalq musiqasi. Bu ketim asliga vorislik qilib qaytaratlangan. Qarindoshlar bo'ldi. YouTube Uyg'urman YouTube kanalim kelganlarni qizg'in qarshi olaman. Qarindoshlar, bugun bir bayan bir xabarni ko'rib, shuncha qo'shilib, darhol shu sizlarga yetkazishni ko'rmaganlar, bilmaganlar bo'lsa, bilib qolsin deb yetkazishni loyiq ko'rdim. Mavo Erkin Asiya Free nima deydi buni? Radio Free Asia. Erkin Asiya radiosida ishlaydigan Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. O'zinglar bilsizlar, Uyg'urcha radio bor. Aşağıda işleydiğim bir Şöhret Uşur degan akimiz bana başta mushu Muradilning ishini başta chiqqan vaqtida menda tushunchalik izleyirigini qilib, voy yaxshi u bu deb shunda men hozir 100% ishlamsam 90% ishlandim, u bu deb mendan mushu balning izleyirigini qilgandi. Boshqa qarindoshlarimiz o'xshash bu ba'zanlarga o'xshash shunda bir gumonlanib bu qilmagan shu chaqda qo'shib qolgan. Endi yana bir ish qilibdi, shuncha qo'shildim. Hozir sizlarga mushuni bir anglatay. Mushuni bir billa anglab, nima ish qilibdi degan chaqda mushu ko'nglimizdagi tugul, ya'nisi mushu Muraldinning Rossiya yolg'on ekanligini bizga oydinlashtirib beribdi. Mushu apsining unsulda ham apsining ismining shammisi mushu videosida bo'lganda ekan, shu yerlik saqchixonlarga yerlik shu Xitoyning hukumatiga telefon qilib, aniqlab, so'rab javobga erishibdi. Birlikda anglab boqaylik. Buning videosi yo'q ekan, ishda filmga, shunda olgandan keyin mishadlam qo'yib beray, billa anglaylik. Zirki g'oyib bo'lgan Murodil esa Köşkü yapmışlar. Hemen şu Uyguristan'daki Aksu diyarının Aksu unsudur. Güzelim. Minaslar Muradil esen. Bana nazir bağlı Xitoydaki işçi bölgüsü Sergergan'da peşardılar. Güzelim. 3. sentabr'dagi Xitoycha bayonotida Xitoyning Uyg'ur rayonida irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini o'tirib qo'ygan. 中国共产党在维吾尔斯坦对维吾尔族的女性和其他民族的女性做的这些非人道的，类似于这对维吾尔族来说是一个种族灭绝。 Va bu qirg'inchilikning faktlaridan biri sifatida Anis Tursungul To'xtiniyozning Xitoyning qilonliq tuyg'u siyosati sababida ziyonkashlikka uchraganligi va 2017-yili Urumchidagi o'sim kasalliklari doktorxonasida davolanganligini fosh qildi. 我今天特意派这个视频跟你们讲一下我母亲的一些遭遇。
这样我母亲呢，她因为共产党的，她做了一些手术，就是做了一些共产党的绝育手术。在2017年，我母亲住院了，非常严重。她当时在伊鲁木齐肿瘤医院住过。Biz bu uçurning to'g'ri xatoligini dalillash uchun oldi bilan Onsu noyisidagi aloqador organlarga telefon qildik. Voy. 文书记人民政府吗？对。请给我打上居委会的电话号码。你稍等一下，4534118。这是一个社区的电话号码是吗？对。Muradil Hasanning mazkur bayonotida onasining Onsu bozori Dafsan aholi komsida o'tirishlik ekanligi tilga olingan. 说圣都里托尼亚斯他是居住在阿克苏市文苏县加布山社区的一个居民。Beydu Şiranbır'da gösterilisçe Onsu Bazarı, Dapsan Ağalılar Komsiti, Kumdarvazı Ağalılar Komsiti, Məhbxana Ağalılar Komsiti qatarlıq 9 Ağalılar Komsitidən təşkillengen. Telefonumuzdan qabul qılğan Kumdarvazı Ağalılar Komsiti'deki bir xadim. Hey, yaxşımsınız? Onsu'daki bir qaysı Ağalılar Komsiti var? Kumdarvazı Ağalılar Komsiti. Ma Tursungul Toxtunel'de bir ayal var mı sılmamış komsit'ten? Sen gelip balık çıkırıp ayal mı? Ha şu. Tursungul Toxtunel'den Dapsan Ağalılar Komsiti o nopusluq ekanligini bayon qilish bilan birlikda bu Ağalılar Komsiti parmağında Dapsan Ağalılar Komsiti parmağında. Ha Dapsan Ağalılar Komsiti mi? Uning 2018-yilda Urumchidagi o'smir kasalliklar doktorxonasidan boshlig'i Mardan degan kishi ustidan shikoyat qilib kelganligini tilga oldi. Hozir shu bal nerede? Bu ayolni qachon qayerda ko'rdingiz? Kimga u Marda Yonjan degan? Urumchi o'smir kasalliklar doktorxonasidan boshlig'i ekan. Kesin almashtirmoqchi deb so'raydi. Bu xodim Maradilning ish chiqarib qo'yganligini tilga olgan bo'lsa-mu, uning navbatdagi ahvoli va onasi Tursungulning hayot yoki emasligi haqida ma'lumot berilmadi. Bu Tursungul to'xta hozir nerede? Hayotmi, hayot emasmi? Humayna bir yılına çıkıyordu. Maradillar sen hakkında sınırmış idarada birer gapsiz oldu bu. Da jığın içildi mi, kuturiş kılındı mı, manda iş oldu da, manda iş çıkardı da. Ben bu video ülkeye ayağım, videoda hayatım çıktı, şortulsun hep koydum. Artık şunu bilmeyizkenden nasıl emesin? Telefonumuzun qabul qilgan Urumchilik o'smir kasalliklar doktorxonasining bir xodimi dastlabda balnis nomeri bo'lmay turib, sobiq bemorlarning kimligini aniqligini bo'lmaydiganligini bayon qildi. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshisiz. Yaxshi. Qarang, biz mana bir narsani aniqlayotgandik. Biz Sinamay doktorxonada bir davolangan 2 yilning oldida Tursungul To'xtuniyazda bir ayol bor ekan. 10 bozor. Tursungul To'xtuniyazning mush doktorxonada davolanganligini qanday qarab bilgani bo'ladi. Mush doktorxonada o 2018-yilda Tursungul To'xtuniyazda bir davolangan. Yo'q, bunda topqilib bo'lmasligi Bugün manda yapacak bu yaxniki Maradil Hasan'daki oğlu şikirde torga çıkıp torda taqdı özünün apsınınki başında ziyankeş pişirganlık hakkında bir kanunsuz bir narsalar sayıfarçalıqda ama biz fakat muş doktorxonada davolanma bilsek var. Şunu aniqlagan ki biz başka münasebetga şunları keldi. Başka bir bonus numara yoki münasebetlar numara bo'lmasa bo'ldi. Bu xodimning deyishicha, Urumchida birli o'smir kasalliklar doktorxonasi bor bo'lib, bu Uyg'ur Abdum rayonlik o'smir kasalliklar doktorxonasidir. Hozir men o'smir kasalliklar doktorxonasidan mush silmamış doktorxonadan boshqa boshqa doktorxonam bormi? O'smir kasalliklarda. Yo'q, undan bizlar o'smir kasalliklar doktorxonasi faqat Şinjan'dan qiladi. Biz yoki Şinjan voyvoy Türkiye Hazır ismini o'zgartirib Şinjan Mazkur xodim Tursungul To'xtuniyazning shikoyat qilib kelganligi ilgari surilgan Mardan ismli kishining bu doktorxonada ilgari mas'ul rahbar bo'lib ishlaganligini dalilladi. Bu sizniki Mardanda bir yonjan bormi yoki yordam yonjan bo'lganmi buni? Shuji. Bu Mardan hozir xizmat ustidami yoki tarbiyalashdimi? Yo'q, bizning doktorxonada hozir qayerda Mardan? U odam maktabga men o'tgan qaytsam yo'q deydi. Biz bu xodimdan Tursungul To'xtuniyazning ism familiyasi bo'yicha doktorxonaning kompyuter sistemasidan izlab chiqishni talab qildik. Bizlar xotiriga bir qarab baxsani bo'lmasmi? Bir qarasani. Qarashimiz buni sistemda izlaydigan izdigil bo'lmaydi. Sistemdan xizmat davosida ism bilan qaysi sim
Mesela ismini de bileyimiz. İsmini şu Hanzucha. İsmini de bileyimiz. Tursun'un Toktun yazar. Şu isim boyunca. Mesela Hilallık Tuğut'unki tedbirini kullanganlık için şundan kelip çıkan keserken şunu olamış doktorxona kelgenge. Şunu qarab turib bilgin bo'lmamdi. Mesela Hilallık Tuğut tedbiri sebebinden kelip çıkan ösmüken, Hilallık Tuğut tedbiri sebebinden kelip çıkılan ösmelerine tahmin qila olasizlar. Qanday bir tedbirden qanday ösüm kelip chiqarganligi. Şunu qarab bilgin bo'lmamdi. Ma bölümde bo'lishi mumkin. Bunda bu ayollar bölümü ekan bu. Shu ayollar bölümü nima? Ayollar bölümü. Biz memlekatda sizga nima? Bu ayolning Tursungul To'xti degan. Shu Tursungul To'xti degan ayolning mushu doktorxonada yotganligini depasimiz bo'ldi. Qag'ini mo'yim emas bizga. Shu to'rga chizolaydi. Bu yoqni Murodilla Hasan deb bir o'g'li hozir to'rga chiqib shikoyat qildi bu haqida. Hozir bu ish butun xalqaroga tarqaldi. Biz buni bu qanday nimsiyatdan bo'lganligini To'xtan hozir men Tursungul To'xti degan ismning Hanzucha o'qilishini deb birdi sizga. Tursungul To'xtini yazdim bo'ldi. Birinchi mavzu telefonni qo'yib mashhur bo'lib qoldi. Qanchalik vaqtdan ketdi? 5 minutlik qilaylikmi, 10 minutlikmi? Yarim soatgacha telefon bo'larmikan? Xodim sistemini ko'zdan kechirgandan keyin sobiq bemorlar tizimligida Tursungul To'xtini ismli bir kishining bor ekanligini bayon qildi. Hozir Tursungul To'xtini yazda bir ism chiqmadi, shunaqmi shu xotirda? Yo'q, men mana qarasam, Tursungul To'xtini yazda bir qo'ydi. Yo'q, unda olsa qarang, mana shu naqsh bo'ldi. Hozir mesela bir qarab o'talamsiz. Tursungul To'xti Aqsuning qayeridan ekan? Bu yana sistemada Tursungul To'xtini yazning adresini Murodilning bayonotida deyilgan bilan aynan ekanligini oshkorildi. Ya Tursungul To'xti qayerda ekan? Shu Tursungul To'xti degan. Oqasi degandek Aqsuda yetdik. 10 mayda, 10 Mazkur doktorxona xodimidan ayni chog'da Tursungul To'xtini yozgan qanday diagnoz qo'yilganligi va qanday davolash berilganligini so'raganimizda u bemorlarning bu tür uchurlarini oshkorlashga bo'lmaydiganligini bayon qildi. Bu Tursungul To'xtini yozganki kesiliga nima deb diagnoz qo'yilibdi? Shu nimsida, xotirasida. Ama hozir so'rayotgan narsa davlat maxfiyatiga yotgan narsa emas. U vaqtda siz ehtiyot qilsangiz maxfiyatiga yotgan narsa emas. Lekin shuncha bunda qolayotgan umurg'aman va qolgan kasallar narsalardan mahkumlashmaydilar. Mana bu turgan ish. Murodilla Hasan bayonotida onasining navbatda hayot yoki emasligidan o'zining xabarsizligini bayon qilgan. 我从2008年从维吾尔县逃出来逃到江苏内地之后，我就没有和我家人联系，所以说到现在为止已经2年多了。我母亲是否已经去世还在人间我不知道。Zunada Tursungul To'xtini yazdan navbatda hayot yoki emasligini so'raganimizda u bu savolga javob berishni qat'iy yo'sinda rad qildi. Buda hozir hayotmi, hayot emasmi? Tursungul To'xtini yaz. Hozir hayotmi, hayot emasmi? To'xtamay bir narsani bilaman. Gapni uzatmaymiz. Men so'ralayotgan narsa, o'g'li Murodilla hozir shu hech qanday xabar yo'q. Hayot yoki emasligini bilmayman deb shikoyat qildi. Hozir hayotmi, hayot emasmi? Yo'q, siz unda buyruq qilib, taqsim qilmaydi. Men sizga hozir sizning gapingiz bo'yicha shunday tavsiya qilmayman, boshqa ish qilmayman. Men hamma bashkent qo'yamanga hokimlik yo'q. Siz aka qachon vali qo'y, qanday yapishga o'rganingda. Ya, yong'davni so'rasan. Ya, shu javob bermasmi? So'rilayotgan temaga qaraydigan bir ish bor-ku. Biz Ahaduningdan Tursungul To'xtini yozgan bu doktorxona mas'uli Mardonning ustidan arz sungan vaqtini qachon ekanligini so'raganimizda u 2018-yilda deb javob berdi. Bundan oxirgi savol. Bu Tursungul To'xtini yozgan sizning Şvenjan Mardonning ustidan arz qilgan vaqt qachon shu? Yo, agar siz tekon qilgan sizlar bilan 3 qism qaytadan sog'liqdan 2018-yilga keldi. Hurmatli radio muxlislar, yuqorida g'oyib Murodilla Hasanning bayonotlari tilga ilingan onasi Tursungul To'xtini yozgan adresi ve bir mezgil Ürümçidagi o'sma kasalliklar doktorxonasida davolanganligining dalillanganligi haqida anglashib berdik. Mana
qarindoshlar, shu apsiga guvohlik berib, apsida bo'lgan ishlarni, doktorxonada yotganligini hammani degan. Bir endi bu yerda yana qandaq gumonlar qoldi men uqmadim. Endi menchi bo'lsa aqlga muvofiq bir odamni ishonishga shunchalik isbot ketdi. Bu akimizmi shu maxsus buni bir dilo turg'izib, aniqlab necha qatim telefon qilib, shu apsining rost shundoq ashyalikmi, Tursungul To'xtiniyoz degan naqsh shuyalikmi, shundoq kasal bo'lganmi, shu vaqtida to'g'rimi, 2018 degan vaqt to'g'rimi degan hammasi to'g'ri chiqibdi hamda. Endi bu yerdagi ko'nglimizga tugullarning yeshilishini umid qilaman. Endi bu bola qahramonimiz hamma gapi rost chiqyotidi. Endi bu biz gumon qilib ba'zanlarimiz chetga qiqib hatto ba'zan Uyg'urlar qarindishimi degim yo'q unda. Menga telefon qilib uni qo'llasang qarshi tarafingga men o'taman, uningdan keyin boshqa odamlarni qo'llamaslikqa jundayman, undayman deb degan menga. Mushni shu Goboning odami deb menga, Xitoyning odami deb. Endi Xitoyning odami bo'lsa, hargiz bu yerda opamni Xitoy manda qilgan, anda qilgan deb bu yerda guvohlik bermaydi. Endi mushunchalik bo'lar, endi isbotlashlar. Endi bu ko'nglimizga tugul, mushunchalik bo'lsin. Endi bu bolamizga yo'qolib ketdi, akirib ketdi degan xabarni biz topshirib oldik. Endi buning bu ro'yidan biz qanday foydalanamiz degan gapni yana to'xtamay o'zimizga savol qo'ysak bo'ladi, ham shuningga arziydi. Shu qarindoshlar, men bugun bir necha xo'sh xabarlar bor degan. Birisi mushu akimizning Erkin Asiyada bergan mushu radiosini men ko'rib, mushu o'zimga chiqarib sizlarga bir anglatdim. Balkim ba'zilaringlar to'rbatda bo'lgandan keyin quloq saq qilib ketmasliginglar mumkin deb menda naq maydon qilib sizlarga bildirdim. Ikkinchi xo'shallik bo'lsa, bugun kechda men bir jurnalist bilan ko'rishim 8da, yana bir net soat, yana bir 6 soatdan keyin men o qiziqib mushu doklad qilmoqchi o'xshaydi. U shundaq radio yoki podkast shaklida ovozli xabar o'rnida bir meni bir ziyorat qildigan bo'ldi. Menda savol so'raydigan bo'ldi. Shu to'g'riliq, Murodil to'g'riliq ovozlarimni ing'ilib shunday qildigan bo'ldi. Uni qo'shilsa menmi rekord qilib olmayman, ovozimni yuvolmay bo'lmadi deganda ovozimizni bo'lsinmi, videolik olamsammi, ovozimizni ilib sizlarga anglataman qanday anglatdik muxbirlarga deb. O ikkinchi xo'shallik. Oxir biz necha kundan beri shu qancha kam deganda bir 10 dek cho'ng xabarlarga sungan bo'ldik. Buning ishini doklad qilish uchun, bu shu xalqaroning diqqatini tortish uchun oxir bir chiqdi. Bir-birlab bo'ladi hamda Xudoyim bersa. Bu bir yaxshi boshlanish. Uningdan keyin yana bir ish bilan u Patreon deb bizni qo'llaydigan, bizga a'zo bo'ladigan bir torbat bor deb dedik. Uningdan keyin ingliz tili boshqa videolarimni ko'rsanglar, shu boshda shu Patreon bizning torbatning shu maqolalar chiqqan torbat shu ashunga a'zo bo'lsanglar bo'ldi deb inglizcha bir necha Uyg'ur qarindoshlarimga unchalik deb ketmagan buni. Biroq shunchaki yaxshi bo'ladi, qarindoshlarimiz qitilib, menga madad berib, voy u bu deb bizning shu a'zoning 3 xil a'zosi bor. Oyda $3, $5, $7 bizga yordam qiladigan. Endi biz mishada buningdan keyin izchil o'zimizdan qo'sqini ko'tara olsak, izchil boshqa xiyolda bo'lmay diqqatimizni markazlashtirib shu Xitoyga hujum qildigan Xitoy shu Murodil Hasanning ishini to'rga chiqadiganға bizga yaxshi ilhom bo'ladi. Shu rahmat, birinchidan shu rahmat aytish uchun shu qarindoshlarimizga, bizga a'zo bo'lgan Uyg'ur qarindoshlarimizga rahmat aytaman. Hamma ko'plab shunday qo'llashlarni berishinglarni umid qilaman.
yana birisi, yana bir xabar. O petition nima qilib chiqdik. Petitionga agar ashninga agar mushu xalqaro bilib buni kimligini hozir ancha-muncha inglizlar kelib o kim bu deb ish chaqirtma ko'nglim yerim bo'ldi deydigan bo'ldi. Burun sap biz Uyg'urlarni bildik bu Murodil Hasanning ishini. Hamda sal-pal inglizlar man gap qoldirib qo'yatdi. Ingliz emas, biroq ingliz tilida so'zlashadiganlar Uyg'urchani tushunamay, işte ingliz tilida so'zlashadiganlar işte qo'yatdi. Qaytilib bizni bilyotdi, asta bilyotdi. Biroq bu petition gap biz hozir yana xeyli uzun. Biz endi qurg'ilish 2 kun bo'ldi, biroq yana shu 200 dan oshdi hamda odam. Yana tez boshqa petitionlar qaraganda tez. Bu petition hamda foydasi bormi, yo'qmi uni bilguchi Allah. Bu bizning maqsadimiz bu petitionni 100 ming qilib bersak, o'sha Amerika prezident undan keyin Amerikaning o'sha Senate ga yo'llandi. Bu işte bir dunyoning diqqatini tortayotgan xabarlar ma ekan deb. Hamda qog'ini yana bilguchi Allah. Bu yerda men bir petition bilan vatan ozod qilibmiz, o bu degan gap yo'q. Hamda ba amalning hammani quvvatimiz, dunyoning diqqatini jiddiy tortish uchun biz o'zimiz işte qo'l qo'yib, o'zimiz men o'zim shaxsan 3 email bilan 3 qatam qo'l qo'yib bo'ldim. Undan keyin mening ba'zi og'illarim menga a'zo bo'lgan ba'zilar mana shunday quvvatdi. Qo'l qo'yib qipiriyotdi. Men bir petition ga burun shunchalik jiq qilgan, uning foydasi rost bormi, yo'qmi, uni uqmayman. Men bu yerda men o petition bilan o Murodil degan qutqizib olamiz degan gap emas. Ammo bizning kuchimizni shu biz Allohni ta'sirlantira olsak, biz shu nuqtaga bora olsak, shu tirishchanligimiz cho'qim bir gap bo'ladi. Bu yerda bel qo'yib o'tish, bel qo'yib o'tmaslik degan gap bor. Balkim men shu petition to'g'riliq xabarni to'xtamay salonimga, shu Facebook'imga, Twitter'ga chiqarishim mumkin. Ko'rgan zaman sizlarni taqib, qimig'in imzo atmagan bo'lsanglar, imzo etib qilib beringlar. Men hamda Amerikada yaşab, shu ayolim mamamiz bir oy yashayotganga tushliq, hamda shu Amerikaga men Amerika noposim emas, grajdanim emas, lekin shu mishada yashayotgan bo'g'ashqa mishadagilarga bildirish orqali mening o'zimning hayoti, undan keyin shu Murodil qanday bo'lib bizga mujda qitilib qanday bo'lib kep qanday bo'lib yo'qolib ketganligini shu dunyoga bildirishimiz kerak. Bunda bir inson boshqa millatda men anglab boqmadim hozirgacha, unda bir jinini olqan olib qo'yib qahramonlarcha bundaq insonlarmi shu faqat bizdek Uyg'ur millatidan chiqadi deb o'ylayman qarindoshlar. Bizda bu batur azimatlar har vaqt yo'q bo'lib boqmagan. Ama şu bizdeki angsızlık, bizdeki akılsızlık, bizdeki şu divanlık sebebimizden şunda özümüzün kahramanlarını özümüz bilemey, özümüz tapamay, qıqılıp soqılıp ahir qo'ydek bo'g'uzinib yuriyotimiz boshqa millatlarga. Bo'lib Xitoy dunyoning eng ishplas bo'lgan Xitoyga. Bu Xitoy degan hamda nurg'un qarindoshlarim ba'zan videolarni avvalsam açıqlab bular degan necis u bu deydi. Hamda bular hamda shu ashunda bir inson. Dunyo bu bir iqtidorlik bo'lsa kerak, bizni rasmiy qoyil qilib, bizni bir yengib, yoki bizni bir o'zining isl madaniyatlari bilan egildigan bo'lsa kerak. Bo'pti deydi, tag'an sen yomon ekansan, vatanni tortib olding, bo'pti sen yomon ekansan, biz senda yugunishimiz kerak ekan deb turib, bo'pti desak. Lekin bu Xitoy mana kichigimdan birinchi sinfda boshlab hanuz o'qigan, yeslida o'qigan, bularni obdan tushunmay uyga kelib, bizning madaniyat bilan bu Xitoyda biz maktab o'rgatgan narsalar ustun zimin, bular bizning narsalarimizni o'rganib o'ziga qo'ndirib, burundan tarixdan shunday bizdan ko'chirib, bizni o'ziga ulgu qilib, bizning shu davlat boshqarish, bizning askar tutish, bizning davlat boshqarish hammamizni o'rgangan. Bulardan chiqqan narsa shu Yilmikr 36 Yilmikr degan kitobda shu qanday davlatni Yilmikr bilan boshqarish deganda dunyoga oshkorlab, mana dunyoga sungan nimasi shu. Hamda uningdan shu bizning shu millatning qanday qayerdan qayergacha bir millat ekanligini bilib olsak bo'ldi. Undaqligidan biz muqimlashtirsak, hamda bizning bu dushmanimizning shu qadar razil, shu qadar dinsiz, shu qadar kofir ekanligini muqimlashtirib bo'lgandan keyin bu yerda bizning qo'rqadigan hech nimamiz yo'q qarindoshlar. Ammo sen bir Uyg'ur bo'l, sen musulmon bo'l, yoki nim bo'l, bizda bir kofirdan yoki biz bir iblisdan yoki bir shaytondan yoki biz
da qo'rqadigan deb bizning madaniyatimizda yo'q, bizda bizning bizning dinimizdami yo'q. Unda bo'lganda ekan qarindoshlar Uyg'ur bo'lsak Uyg'urdek yashaylik, musulmon bo'lsak musulmondek yashaylik, qildigan ishni qilaylik, eng qisqasi bo'lgan ba'zan ishlarni shunda qo'rqmaslik. Nurg'un qarindoshlarimiz qachilayotdi meni Facebookda men qarsam shu hech qanday rasmi yo'q, hech qanday ansirab shu rasmini chiqarmamdi deb o'yladim. Ham bu biz bu yerda qilayotgan bu da'voyamiz, bu qilayotgan ishimizni biz hamma narsadan qo'rqmay chiqib so'zlab qilayotgandan keyin unda qanday odamlar qachilab bu qilsa men tushunib olmaydi ekanman. Ba'zan chuqur Xitoydan avatgan bir nimalar muddo deb andaqlardan ansirsak bo'ladi. Shunlashqa ba'zan qachilimganimning sababi shu. To'g'ri tushuninglar. Ammo sen qopab rasminglarni chiqarib, mana shunday rasmiy salom berib qilsanglar, men hech qaysiga gapiga gap qaytarmagan undaq ishlarni qilmayman. Bu yerda xato tushunishimizni qarindoshlar. Mana mishakagacha murodil oxir vaqt isbotlasin turib turaylik degan to'q mana oxir vaqt o'z isbotlab degan gaplarning rost bo'lganligini isbotladi. Hatto shu opsining shu apsi bergan guvohliklarimiz isbotlandi. Endi bu faktlarning oldida endi biz burun qarchaplagan bo'lsak, endi o'yg'inaylik. Burun xato tushungan bo'lsak, endi xato tushunmaylik. Bu balda bo'ptik. Endi qutuldirishga tirishimiz, biroq qutuldira olmayotgan shu vaqtimizdami buning ruhi bizga, buning hozir tinidan kerak muhim. Tinini albatta muhim. Biroq buning ruhi ham o'zining badanidan olqib bo'ldi, ammo bu ruh minglagan, yüz minglagan Uyg'urimizni uyg'otib, bizning qahramonimiz vatan uchun, millat uchun jon fido deb sakrab chiqqan zotlarning birisi mana. Bundaqlarni shu akimizga o'xshash to'xtamay izlaydigini qilib, shu petitionlar to'xtamay imzo etib, izlaygini qilib qilmasak bu millat uchun biz bir ishni qilib bermaymiz. Qilib bergan o'sha qahramonlarimizni texmo qo'llamay aqidin gap so'z cho'chaklarni qilgan vaqtlarimizda obdan o'ylab boqaylik, uyg'unaylik demoqchi. Bu yerda hech kim tanqidlash maqsad yo'q, uyg'unaylik qarindoshlar. Endi uyg'ungan vaqtimiz keldi, nachar illatlar o'z tashlaydigan vaqtimiz keldi, o'm bo'laylik degan da'vatga o'xshash o'm bo'ldigan vaqtimiz keldi. Bu shunda aqllarimizni qo'llaylik, ish qilib berayotganlarni qo'llaylik. Bilib olg'ili bo'ldi mana amiliy harakatidan kim haqiqiy vatanni suydi, kim mana mushakimizga o'xshash. Undan keyin Rabiya onamizma necha qitim dedi. Twitterda yo'qmi o'zining tor bitida necha qitim shuni izlayligini qilaylik, yo'qolib ketmasin dedi. Qilaylik qarindoshlar. Men bu ishni osonlik bel qo'yib aytkim kelmaydi, maydan ushlab chiqib qo'yib hamda bu yerda shubhati yo'qolib ketkim yo'q. Bu balni men sakrab qopab to'xtamay shu balni tashviq qilib rasmini sizlarga ko'rsatib askartib sizlarga qilib tumasam, menchi bo'lsa bu bal shubhati yo'qolib ketadigandek, xuddi men bir cho'ng bir gunohni ishlayotgandek his qildim men qarindoshlar. Ammo sizlarni balkim ba'zilaringlarni zeriktirib qo'yishim mumkin. Chiqiriyverdi deb, biroq uning chiqiriyverganga tushliq bir zot bu. Buni sen hozir ko'rishing mumkin, kelgusida ko'rishing mumkin buning rasmini, buni rasmini avlodlarimiz ko'rishi mumkin. Ham shuni ko'rsin deb quvvatimiz qarindoshlar. Bu shundaq faxrlik o'g'lonlarimizdan avlodlarni shu tarbiyalasak bo'ladi qarindoshlar. Shunlashqa bu yer chiqargan chiqiriyverdi deb hargiz chınlab pishmusa. Yana deyman, yana shu Uyg'urlarim mencha o'zi uyg'unyapti deyman. Ham nurg'undan inkaslar keldi. Voy sen yaxshi qilyapsan, kuch beryapsan deb. Men shu shunchalik ishni qila oladigan qarindoshlar. Ammo qo'llashinglar bo'lsa, texnik cho'ng ishlarni qilishga nasib qilsa, shu sizlarga kuch berib, shu Murodilning shu so'zlagan gaplari va qilgan ishlari bizni bir uyg'otsin ekanlar degan xiyolim bor. Xitoyning eng qo'rqayotgan ishi shu. Xitoy nimadan qo'rqsa shuni qilsak biz shu maqsadga yetamiz degan gap qarindoshlar. O'ylash boqaylik, Xitoy zodi nimadan qo'rqaydi? Bizni shu zamin egisi bo'lib, shu zamin yana mushlarning bo'lib ketamiki, biz 70 yil bekorga vaqtimizni sarf qilgan bo'lib qolmaylik deb bizni biroqlam yo'qitib zaminni ivamoqchi. Shu munbat tuproqda biz yana qaytib, yana shu zaminga ega chiqa olsak, bizning kelgusimiz parlaq, zaminga ega chiqamisak bizning ishimiz qolmaydi.
zimin bo'lmasa millat yo'q bo'ladi qarindoshlar. Biz shu asoratga o'xshash xalqlar shu bizni shu har xil muzeumlarda ko'rib, undan keyin xalqlar tushundirdi. Bolalarga ketdigun. Mala Uyg'ur deb mishdan millat batdi. Bular shu qala qo'g'ashqa, ilgirlashni unutib qolg'ashqa, shundan keyin mayaqdan chiqqan millatlar qo'pab bularni jimiqtiryapti. Biroq bular mishda go'zal, yaxshi xalqdi. Bak yo'g'ashqa, qo'rqancha qo'g'ashqa yo'qab ketdi deb tariximiz yozildi. Ja sen bilan men qo'sakrab qopib, endi Uyg'urning vaqti keldi. Bunun hech kim to'sab bo'lamaydi deydigan vaqtimiz keldi. Ham men shaxsan cheksiz ishinishimda o'zimning sabablari bor. Ba'zilarini deyishni xohlayman, ba'zilarini deyishni xohlamayman. Cheksiz deyishni xohlaydigan sabablarim o'zinglar ko'rsanglar bo'ladi, o'ylansanglar bo'ladi, tafakkur qilsanglar bo'ladi qarindoshlar. Bu bir millatni Allohmi degan, bir millatning halok bo'lishi yo bosh ko'tarishi bir kun insonning bir kun oldiga ya bir kun keyiniga surishni insonning qo'lidan kelmaydi deydi. Sen bilan biz uni yamsi Xitoy bizni yo'q qilmaydi. Ammo biz dunyoni bu kuzatsanglar biz naqadar isil, naqadar keng qo'soq, naqadar do'stona, naqadar mehribon, naqadar isil fazilatlik bir millat. Turmush suyar bir millat. Undaq millatni yo'q qilsa bu hamda aqlga sig'maydi, ham tarixda ko'rilib baqqan emas unda. Obdan o'ylashaylik qarindoshlar. Faqat shu biz igimizning degan yerdan chiqsak, biz igimizning degan yerdek o'zimizni qudrat topqizsak, o'zimizni ilmga beg'ishlasak, bilimga beg'ishlasak, bizning kelgusimiz parlaq. Ham shuningga yetish maqsadga as qavatimiz Xitoymi ana o'z yana shu igimizning degan gapi isbot bo'lib, shundaq ishplas millat, yamsi ishplas hokimiyat tuttirib turmaydi. Tarixdan Firavunni Alloh shunday yo'q qilib bergan, nurg'un shunday razil inson, razil guruhni Alloh tarix sifatida, hikoya sifatida nurg'un yerlarda bizga tilg'ilib, bizga dars olsun deb qilgan. Shuni o'ylansaqlam, shuningga cheksiz ishonishimiz kerak, chunki biz bir Uyg'ur, chunki biz bir musulmon. Unda bo'lgandan keyin qarindoshlar, bu yerda hech qanday ishkilnish bo'lmasin. Voy biz endi yo'qolib ketamizmi, u yo'qolib ketamizmi, u bu deb. Ammo qilmasak, ammo shunday qadamlarimizni beshimiz ko'taramizsak, deganni qilmasak yo'q bo'lamiz, ammo deganni qilsak biz shu maqsadga yetimiz. Cho'qqimdan cho'qqim, men cheksiz ishonman, ham ishongashga quvvatiman. Men ishonmasam vaqtimni sarf qilib, oilamdagilarni xatar ostida qo'yib, xatar ostida tushundim ba'zida. Men unda tushunmayman. Va shu taklif u bu bo'lsinmi? Cheksiz ishongashga, kelgusimizga cheksiz ishongashga, shu ishni to'g'ri deb bilgachga butun zehnim, butun vaqtimni ajratib, shu ishni qilg'im qilishga bel bog'lab qilyapmiz. Ham sizlarmi ishonsanglar, menga o'xshash qilinglar, birga qilaylik. Guruhimga yaxshi a'zo bo'ldi natijasi. Biz kunda paranglashib, mulozirlashib, ba'zanlar kuniga necha soat paranglashadigan bo'lib ketdim, yaqin ag'in bo'lib ketdim. Shunday bo'laylik. Yaxshi fikrlarni beryapti. Bir odamning kuchi bilan 10 odamning kuchi o'xshamaydi, ahli o'xshamaydi. Unda bo'lgandan keyin birlashib hamma ishni vatan uchun, millat uchun qilayotgan bo'lgandan keyin bu yerda bir-birimizga mehr-muhabbatni berib qilaylik. Ammo birisi sal yo'ldan cheknab, ya'msa beli bo'shliq qilgan vaqtida, "Hey" deb o'zimiz bildiraylik, unimi bildiraylik. "Hey, to'xta, vaqt az qoldi. Qaddingni rusla." Ya'msa ishingni top deydigan yerga yetsak, mana bu qarindosh. Bu qarindosh degan faqat tilashlar emas, berishlar. O menga bersang emas. Sen men biron deganga o'xshab 7 qarindosh olsa birisi qopab kunda o'g'irlik qilib, kunda o'zi qo'qab bir ishlarni qilamay, kunda qolgan 6 qarindoshidan menga bir 500 qo'y berib tursang oldi, yana birisiga yurib yana 600 qo'y berib tursang oldi desa, o qarindoshmi ish pishirdi, qarindoshmi shu boshqa qarindoshlar millatlar biz ishini pishirayotganga o'xshash. Bizda hech nima yo'q, hamma vatanni yo'q qildik. Biz hech qanday qurbonlik qo'ymay Xitoyni o'zimiz
akirpadoq o'zimizning shu ishchimizdan chiqqan ba'zan xato o'y fikri xoinlarning sababidan shuning sababidan biz o'zimiz yo'qotdik. Bu yerda boshqa millatlarning hech qanday bizga o'tkazib qo'ygani yo'q. Unda o'g'andan keyin agar sen biz qarindoshlarimizni haqiqiy so'ysak, shularga bizning kimligimizni bildirishni xohlasan, qaytadan o'rnidan qopib, ziminingni qaytarib ol, qaytadan shu saltanatni qaytadan qilib, qaytadan qurib chiqib, dunyoga bütün Türk elleriga o'zimizning kimligini bildirdigan vaqtimiz keldi qarindoshlar. Bo'lmasa, sen bilan biz qaddimizni ruslabmi yuramaymiz. Ham farzand tarbiyalash bu hamma ishlarga foydasi yo'q. Sen men shaxsan o'zimni kelgusidagi farzandlarimni o'zining Uyg'ur bo'lib qolganiga maydasini mushlab, maydasini kerib yurishini umid qilaman. Chunki biz shu qadar millat, biroq ularga ko'stay desa hozirgi Uyg'urlarning ahvoli u emas. Unda o'g'andan keyin bir kichik inson, kichik bala, go'dak bala o'zidan aşağı faxr tuyg'udan cho'ng bo'lmasa, bu har xil psixikasiga ta'sir qiladi, o'zini joriy qildira olmaydi, o'zi ishonch bo'lmaydi degan gap. Unda meni shaxsan ashunday cho'ng qilgan, shunlashqa mushu bo'libmi, mushu Xitoyning oldiga kelgan vaqtida shunchalik o'zimga ishinib, hech qanday narsada men Xitoyga futurishni xohlamagan, ham futuribmi kep baxmagan. Ham biz men qila olgan ishni butun millat o'xshash qila oladi degan gap. Bu Xitoy degan shu razilligi bo'la boshqa hech nimasi yo'q qarindoshlar. Ishplasligi bo'la boshqa hech nimasi yo'q qarindoshlar. Hamda shu razil, shu ishplaslikdan sen qo'rqsang, hamda senmi bir tilga og'isiz bir inson bo'lib qolasan, bu dunyoda tilga og'isiz bir inson bo'lsang, u dunyodami ko'ygiliging obdan ba degan gap qarindoshlar. Bu dunyoda sen bir ishplas shaytondan tayoq yesang, u dunyoda so'rg'ini ko'rsa degan gap qarindoshlar. Unda o'g'andan keyin qo'rqmayli. Mushundaq qahramonlarimizning ruhini yugunib, o'zimizga qo'ndirib, mushundaq qahramonlarimizni buningdagi yana qandoq foydalanamiz, murodilni yana qandoq dunyoga ochiqimiz, bildirimiz degan xiyolda to'xtamay izlanayli qarindoshlar, bal qo'yib etmayli. Bir narsani qilib bo'lmaydigan ish yo'q, faqat u yerda shu sarf qilgan kuch yetarlik bo'ldimi, bo'lmadi, shulam muhim. Mesela hozir birdan maqollarni yozdik, filmlarni ishildik, yetarlik bo'lgan bo'lsa, hozir bu dunyo bilib bo'ldi. Hozir dunyo bilmadi. Demak, yetarlik bo'lmadi. Shunlashqa biz yana petitionlarni qilamiz, yana to'xtamay maqol yozamiz, yana jurnalistlar bilan aloqa qilishimiz, buning bal qo'yib etmaymiz. Ammo bizning bu da'vo yo'limizmi shu? Uyg'urning bu mustaqil, Uyg'urning bu hurlik yo'limi shu? Biz to'xtamay bal qo'yib etmay, bir ishni qaytlab to'g'ri bilgan ishni o'zimiz yurugimizni o'zimiz chekib yiqib, shu to'g'ri bilgan ishni to'xtamay qilsak, buning oxirini cho'qim Alloh berdi. Unda bo'lgandan keyin qarindoshlar, bu gap so'zlarim to'g'ri chiqsa, to'g'ri his qilsanglar, qilaylik qarindoshlar. Amaliy harakat bek muhim. Amaliy harakat bek muhim. Bu so'z bilan buningga qarab o'tlasak, hech qanday ish tanlatmaydi. Shaxsan men bu xiyol qanday bo'lib qolgan desanglar, men shu o'zimning ismini chiqarishni xohlamay, o'zimning kimligini bildirmay, biroq shu Uyg'urimga bir ish qilib bergan bu vaqtlarda shunday tashkilotlarga, bu tashkilotlarga iyona bo'lsa, iyona, yamiz yordam bo'lsa, yordam, shunday qilib necha ming dollarni xashlab qo'ygan, necha yuz dollardan ashta berib o'xshamagan tashkilotlar. Lekin men degandek kutgan yerdan chiqamidi, hamma o'ylagandek natija yoritamidi. Unda o'g'andan keyin men haqdan umid kutib, haqni qilib beramikin, haqni qilsa bo'larmikin, men haqdan pul olsam yordam qilay desam, unda natija qilmadi. Shunlashqa men to'xtadim. Shunlashqa men unda iyona yo'misi boshqa narsalar o'zim to'xtadim. Unda men o'zim qilay, vaqtimni shunga sarf qilay deyapman. Shu vaqtimni sarf qilib, og'inam chetalik bo'lsinmi, shu Uyg'ur bo'lmasmi, ashtalarni shu adolat yo'li bo'lg'ashqa, bu bir Uyg'urning mustaqillik yo'li bo'lg'ashqa, bu bir u dunyo to'g'ri bir ish bo'lg'ashqa, shularni yana yinimga tortib, shularning kallasidan o'tkazib, bizga yordam qilg'izib, Uyg'urning ishini qilg'izyapmiz. Ham ularmi meni obdan bilgashga, mening chin ixlos deb quvvatli ixlos bilan quvvatli deb tushungashga, boshqa dinda bo'lsinmi, işte quvvatli yordam quvvatli. Hamda shularning yordamlari bizning o'sha emgaklarimizni qo'llab qo'yishinglarni umid qilamiz qarindoshlar. Bu bo'lmasa bu xalq aramda
aqlga sığmaydigan bir ishda hamda bu chet elliklar bizning ishimizni qo'llab shunday qilib berayotgan yerda biz o'zimiz bir yerga kelamay buğday nening olmasın buğday sözüngmi yo'q bo'lsa qanlashmaydi qarindoshlar bo'lsa shu Discord kiringlar har bir videoni men kompyuterda yamsa assanglar ostida butun shu bizning link bor qanday kirimiz gruppiga deganlar bo'ldi shu videoning ostida description deydi har bir videoni tushuntirib bunda bir xatlar bo'ladi ostida shu yerda mening butun linklarim bor shu torbat adresi ashundan kirib Facebook qachilanglar Facebook grup Facebook torbat undan keyin bizning Patreon kirsanglar rasmiy a'zo bo'lmiz desanglar unga texmo qo'shib bo'lmiz bizni iqtisoddan qo'llagan bo'lsanglar gapni ochiq bu yerda xijil bo'ladigan ish yo'q hamda agar bu pek az men deyam aran $3, $5, $7 shu xil narsa shu xil o'zinglar qo'llaganlar kelsa shu a'zo bo'lsanglar oyda shu achinchilik pul tutadi agar xizmatimizdan rozi bo'lmasanglar har vaqt to'xtab olsanglar va bu poxnish qilolmaydi-ku deb o'ylab qolsanglar yo bu arzimaydi-ku $3 degan vaqtinglarda to'xtab olsanglar bo'ldi shu yerdan kelguncha gap undan keyin Muradilning yana qanday ishi bo'lsa yana xabarlarga chiqib bo'lgandan keyin men sizlarni cho'qim birinchi vaqtda yana xabarlantirma bu qarindishimizning izdirigini cho'qim qilaman men dedim kam deganda 2-3 cho'ng mediaga xabarni chiqarmoqchi bo'ldi qilmayman dedim shaxsan men o'zim yolg'iz shu gruppa hamda birsi bo'p qilishi mumkin shu pattarida xudoyim bersa uningdan keyin yana bir 2-3 torbatga chiqarib o'tgandan keyin uningdan keyin ma petitionlar bir necha ming bo'lib oxirida bir ashkayning ichida bir 100 ming odam imzo qo'ygandan keyin albatta uyg'ur bilan bitmaydi shunlashqa men shu inglizcha tashviqotlarni yaxshi qilishga tirishyapman butun maqolalarimiz inglizcha undan keyin inglizcha videolarni obdan ishlayapmiz qudratimningki yetishicha live stream qilib degandek shularni qo'llab qo'yinglar qarindoshlar kirib undan keyin ko'rib qilib qo'yinglar bo'lmasa tarqitib beringlar uyg'ur qarindoshlarim yaxshi ko'rib qilib anglab qilyapsizlar videolarimizni ammo eng asosli maqsad bizning shu g'arb erlari shunlashqa o'zimizning tarixlarini asliga keltirish bu ishlarni shu inglizcha qilmoqchi hamda yana shu sizlarning qo'llashinglar bilan hammamiz birga qilmasak bu ishlarni asta bo'ladi o'zi ham qilsam bo'ladi men dedim bu maqsadga har qanday maqsad yetish uchun shu yetarlik emgak bo'lsa shu maqsad yetsa masalan tok qachilganga o'xshash telefoningni 100% qachilasang shu birdan qachilaysa 100% bo'lganda yana chiqsa mangsan shunga o'xshash shu emgigimiz nima shu men yolg'iz qilsam balkim 100 kunda qilib bo'lishi mumkin yoki bir yilda qilib bo'lishi mumkin qilaman ham davomlashtirman hargiz bel qo'ymayman dedim qancha vaqt kessin ammo ikki odam qilsak uni o'xshamaydi 3 odam qilsak uning o'xshamaydi 4 odam qilsak texmi tezlashadi bu vatanning millatning ishi bo'lgandan keyin tezlashtirish uchun yana shu sizlarga da'vatim ammo sizlardan bu yerda boshqa zo'rlash bu yo'q qo'llasanglar mana mishakagacha bizning torbat kirsanglar bizning shu bizning uyg'urmanning kiyim kechaklari va olsanglar bo'ladi shunga o'xshash işte kiyimlarimiz bor t-shirtlarimiz bor olsanglar bo'lmasa bizga a'zo bo'lsanglar bo'ladi shu eng yaxshi qo'llash chunki biz mayada o'zimizning turmushini yaxshi ba'zan qamdayolmay qilib qolsak bu vatanga bo'lgan ishlar aslab qolarmiki deb shuni ansiratima shunlashqa bu yer degan yerim shu kelgusida cho'qim gullanib cho'qim bir mediani qurib chiqadiganimizga ishonma bizning kelgusidagi nishonimiz shu agar mush bitta menga to'xtamay bel qo'yatmasak bu yo'g'inab shu oxir bir uyg'ur o'zimizning mediasi bo'ladi ya'ni kelgusidagi proyektlar shu uyg'urlarni birlab hikoyasini xalqaroga inglizcha anglitishga shu torbat shu uyg'urmanda birdan shu intervyu berib qilmoqchi ingliz so'zlaydigan qarindoshlarimizni birdan ashlarnig'imga vaqt kelganda shu tashviqot bu ishga yana shu biz birga qilamiz yana bu yerda uyg'urimdan arilib bir ish qilib bo'lmaydi ammo bu yerdagi maqsad hargiz men uyg'urga bir tashkilot qurib yoki bir nima qilib yoki bir maqsad emas mening maqsadim bizning maqsadimiz butun g'arb o'sha ingliz so'zlaydiganlarga bildirish ingliz so'zlaydiganlarga bevosita uyg'urning ovozini shular bevosita bizdan anglasin demoqchi shu
Bo'lmasa bizninkini biz kichik bo'lib qolsak, yoki biz qudrat topolmagan bir kichik işte YouTuber yoki bir media bo'lsak, o'zinglar ko'rdinglar bir 2000 odam ko'z cho'ng gap bir videomizni, ammo biz yo'g'inab qilsak, bevosita biz muxbir izlab yurmaymiz buningdan keyin hamma narsani shu o'zimiz xalqni ziyorat qilib bevosita boshqalarning ishlarini bevosita desak, bevosita 100 minglagan, millionlagan odamlarga anglatish vaqti kelganda. U xil kuchga ata, u xil bir medialarimiz bo'lsa, cheksiz ishini g'arb ellarimi bular o'zligidan mushundaq yo'g'inab, mushundaq bir ishlarni qila oladigan millatgan deb ishini ham biz u ishni jazman qila olamiz qarindoshlar. Biz Uyg'ur xalq qılamaydigan iş yo'q. Hamma odam qılamaydigan ish yo'q, ammo Uyg'urning o'zinglar bilasizlar, qo'limiz abjil, qallimiz ishlaydigan, undan keyin o'z insonlarimizni qarsanglarmi bir-birimizni sifatlik, ham chiroyli, ham aqlli bir millat. Hamda bu yerda bir ishni oxirini chiqara olmasligimiz shu bizdagi ashunda bir shayton, shaxsiy havas, yoki shaxsiy ziddiyatlarning tufayli. Shuningdek bu yerda u narsalarni men qo'yib tashlab ish boshladik, hamda cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. Yana deydiganim yana shu, umidsizlanmanglar. Bizning kelajagimiz parlaq qarindoshlar. Bu yerda sizlarga asosli maqsad kuch berish, ham ikkinchi maqsad billa hamkorlashib ish qilish, qo'llashinglarga erishish. Shu bu yerdagi mening to'xtamay so'zlayotganim, bundan keyin yana so'zlab qilishim mumkin. Ba'zan qarindoshlarimiz voy tarixning ishini yomon yaxshi qilsan, shu tariximiz bizni qaytadan uyg'otishi mumkin, yaxshi qilib bergan u bu dedi. Albatta bo'ldi, unda bo'lsa deb obdan o'rlashtirib, obdan uningga tayyorlik qilyapmiz. Bizga shu sizlar muhtoj. Shu qarindoshlar ag'inamg'imi tunugun har bir odam bizga a'zo bo'lsa, menga telefon qildi, sherkim, xristian sherkim, ag'inam. Ko'dingmi, bu ish yaxshi bo'lib ketgandek, bu ish haqiqiy qo'llayotganlar borki, bizni qo'llayotganlar borki deb yurib, ashunda qaytadan kuch qilib, ash petitionlarni, ash inglizcha yozganlarni mening ishim emas. Menda unda bir soatning ichida maqolani unda chiqarib etgandek qudurtim yo'q gapning ochig'i. Xitoycha bo'lsa qandaqki, biroq ingliz tilida men unda qilolmayman. Qilamagan ashundaqa ag'illar bizni bildiganlar, Uyg'urni bilganlar, işte yordam qilyotdi. Bizni Uyg'urning tarixini bilib o'rganyotdi men bilan, ham opirin o'qiyotdi, hayron qilyotdi. Ham bizmo shu yaxshi ta'sir beryapmiz hozircha. Shuning barakalloh, minglarga ko'pdan ko'p rahmat. Undan keyin meyada bo'lgan gaplarni biraqur anglab boqaylik. Nur degan qarindoshimiz, lekin YouTube'ga qo'y, hamma yerga qo'y, taktib o'yga bo'ldi. Hamma narsani qo'yib qo'y, YouTube qo'y debdi, taqib qo'yamiz debdi. Bu Nur degan qarindoshim bek aktiv bizning shu har qanday videomga yaxshi gaplarni izlab, shunda rag'batlantiryotdi. Bir şeyda yana bir tashakkur etqim bor. Tunugun yana bir Gulmira degan bir qarindoshimiz bizning shu Patreon deganga a'zo bo'libdi. $7 eng yuqorisi. Undan keyin yana bir qarindoshimiz bizga a'zo bo'lgan, uning oldida shu Uyg'urlarimizdan, ham chet-elliklar chiqyapti, ammo Uyg'urlarimizni bo'g'ashmay deb davatimi. Bizni saqlaymiz. Biz seni saqlaymiz debdi. Undan keyin BBC ga xabar berdingmi? BBC ga birinchi BBC, CNN, Fox'larga biz Twitter, undan keyin xabarlarni email yozdik. Ular bir nechasi BBC'dan birisi topshirib oldik dedi. Undan keyin xabar kelmadi. Tunugun yana bir nima ismi, men yana tekshirma. inline.com deb u bir g'arbning Angliyaning, Yevropaning bir nimasiga, axborot nimasiga shular bilan paranglashadigan bo'ldik. Discord grup gap qayerdan qayerga videosi dunyo. Şu Discord grup degan qarindoshlar, Discord Mavo 7 Garage degan bizning a'zoyimiz ham bizning Discordimiz aktiv ishida bizning qilgan nurg'un ishlarimiz bor. Paranglashadigan maxsus meni shu yerdan bevos topa olasizlar. Mening telefon nomerimni, WhatsAppni so'raydiganlar bor, biroq biz Discordni bizning shu communityning o'rnida ishlatamiz. Shu bizning aloqa
resim, hemen bir şey evet gibi buludu, video, onun dikken işte videoluk paranlaş kılı buludu. Bizden bu azab bolsanlar qarindoshlar, atugin yana shu billi paranglashib live streamga chaqirib, sizlarning fikringizni ilib, bevosita qildiganmi shu plan, shu bizning o'zimizning a'zolarimizdan qanday plan, qanday fikr bevosita shu naq maydon chaqirib, işte suhbat o'tkazamiz inshaalloh. Minglar rahmat. Ishqilib, hozir ishlar yaxshi, chunki biz bel qo'yatmadik, ham qo'rqmaydigan bo'lib bo'ldik. Doim bilsam, buningdan keyin endi hech qanday narsa to'sab qola olmaydi, ham to'sab qilishga fursat bermasligimiz kerak. Bu yerda men o'zim yolg'iz bo'lsam, balkim unchalik qudratli emas, ammo biz bu yerda bir 100, bir 1000 bir odam bir o'xshash sado chiqara olsak, uningga ishkanda bir odam asalliq chekib, ya bir guruh yoki bir davlat bir nima qila olmaydi qarindoshlar. Chunki bizdagi ruh muhim qarindoshlar. Bizdagi tan, bizdagi bu badan, jon bu muhim emas, bizdagi ruh muhim. Jinim pida, vaqtim pida, zehnim pida degan shu ruh bizni bir yerga yig'alaydi ham vatanni shu xil ruh ola oladi qarindoshlar. Bu yerda pulim, milim degan gap hech nima emas. Sening vaqting agar sen bu sening vatan uchun bir ish sarf qilmasang, sening vaqting nimaga arziydi, ham qanchalik qimmati bor degan gapda bu yerda. Ham bu mas'uliyatga kelgan vaqtimizda vatanda yashab biqib bo'libmi? Vatanda mening tushunchim, vatanda yashab qancha uzoq yashab sirtga chiqqan bo'lsang, sen shunchalik xun qarzing bor shu vatanda. Sen shu vatanning shu go'zal, shu zamzam kabi buloq suylarini ichib cho'ng'ilgan bir inson bo'lsang, qancha uzoq, men mana 25 yil vatanda yashadim, mening 25 yillik xun qarzim bor, shuni ado qilmasam men bu dunyoda ko'zim o'chiq ketadi qarindoshlar. Sen qanchalik? Ba'zanlar inqilob quvvatida chet ellarda tug'ilganlar, bu ularning hech qanday xun qarz yo'q deb o'ylayman. Biroq bizga nisbatan ularni Uyg'ur bo'libdi, ota-onasi Uyg'ur bo'lg'achqa quvvatida, lekin sen bilan bizning jazman majburiyatimiz bu. Bu dunyo majburiyatimiz. Inniqdan inniq. Buni sen ko'mjimsan o'zing kimga uni qanday tushunch, bu dunyoga qanday tushunch, bu dinimizga qanday tushunching men tushunib olmayman. Ammo sen bir normal bir musulmon yoki normal bir Uyg'ur bo'lsang, buni obdan tushunishing kerak. Sen vatanda qancha uzoq yashab boqqan bo'lsang, shunchalik xun qarzing bor. Shuni biz ado qilmasak, biz o'zimizni er sanab, bir yigit sanab, yoki bir vatanning bir onasi sanab, ya ana deganimiz ayollarning xun qarzi bo'ladi o'ziga tushliq. Shu bola vatan uchun, farzandlari uchun qanchalik nimasini qildi, vazifasini o'tadi degan gap bor. Shunlashqa bo'libmi shu vatandan chiqqanlar, biz ko'rgan vatanning qanchalik go'zal, qanchalik yaxshi bir zamin, qanchalik boy, uningdan keyin qanchalik go'zal, bir mehr muhabbatga to'lgan bir zamin ekanligini o'zimiz bilamiz. Shunlashqa bizdagi zamin shunchalik biz ota bo'lurmiz, shu jangal, shu qumliqlardanmi yeshil shunday shaharlarni barpo qilgan biz shunchalik xalq. Biz ko'rib, his qilib turib sirtqa chiqib jim bo'lsak, bu bir qo'rqanchaqlik insonga kelgusi yo'q. Qo'rqanchaq bo'lsang, sen kelgusi vatan emas, sen o'zingda dros ansirsang bo'ladi. Yana birisi, biz bu dunyoga o'zimizning xun qarzini, o'zimizning shu dunyo burchini ado qilib kelamiz. Unda o'g'an ekan birinchi o'zimizning burchini tushunib bo'lgan bo'lsak, uniki bu dunyoda sen agar sen vatandan chiqqan bo'lsang, endi nimishki qilmaymiz bu yerda savol bor-da. Mushta bolalarimizni bizga Alloh bikoga avatib bermaydi. Allohsiz qilib tavirmagan shu bolalar bizim şeyga ko'rdik, biz his qildik, oshni his qilib turib yana biz qo'rqib, hech qanday ish qilamisak, hech qanday so'zlayamisak, bir amaliy bir ish qilmasak, bu kechirgisiz millat, shu dunyo, u dunyo bir kechirgisiz bir ish deb o'ylayman. Qarindoshlar, jiq so'zlayaptim. Yana shu sizlarga bir xo'sh xabarni yetkazishlam maqsadim bor-da, undan keyin qo'llab berganinglarga rahmat, yana ko'plab qo'llashinglarni
yani şu grupimizning şu amaliy ish qilayotgan akalarimizning, hadlarimizning, inlarimizning ko'plab chiqishini chin ko'ngilda umid qilaman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat qarindoshlar. Yana ishlar bo'lsa sizlarga yetkazib turman. Sizlarni Allohga topshirdim. Ma'qul amsa, kelar san ko'rishaylik.